Kızlar tüp dururlar. Körünler ama inkasını depti. Bütün adamlar yaxşı inkasını çıkarsa ben ondan nacar inkasını çıkarmayın. Çünkü koskumdan ağırlığı yok. Bu kızlarla digeni boyunca maysını da sığmaydıgan yüzge dep gitipsiz sizni andak rastçıl dep men mandaq işinip aqılып kök qılıp dep xatiz gitipti go. Şunun bilan demek çoğunu bu may bu kızlarga faqat yoqmapti. Bu maydaki mesele emas. Özünüzning terisdagi mesele. Bu 59 ming adamga yarapti. Ko'rdinglarmi? Qaranglar, 59 ming adam xopin yaxshi inkas beribdi. 59 ming degan adam undaq qiyil qilib beringlar. 14 ming adam qaytlab apti. Demak, 14 ming adam mamayni ishlatib bo'lib, beni qaytlab apti. Qanday narsani qaytlab oladi? Yaxshi narsalarni qaytlab oladi. Undan boshqa 1300 necha adamga may yoqmapti. 59 ming adamga yargan may 1300 adamga yarmadi degan gapni qiyil qilib beringlar. Masala maydagi masalami, shu odamning o'zidagi masalami. Shunga hamma adam yaxshi inkas chiqarsa, men gap najar inkas chiqardim-ku. Chunki men haqiqatan yaxshi qizlar bir men emas. Men o'zimning qizi, o'zimning qayni singlisi, o'zimning navri singlisi, o'zimning navri ochisi bu da qatim taxil pifadni aptike bo'lmaydi. Mol qiz deb mol yo'qka. Alanmadi qaytlab berib. Chunki bizning yüzimiz küsürgünümüzni ko'rib, men qizlar necha navrlar o'tirib, biz alimiz deb bo'lgan mol yo'q. Demak bu maydagi ya bizdagi masala emas. Shu hamda bu may sizlarga singmabdi. Bu singmaganlik sabab o'zinglardidu. Nimishqa bu maydan, nimishqa bu mendan ko'rsizlar. Hamda hamma narsa hammadan yiqib ketmaydi. Qizlar har xil yangi odamlar bo'ldi. Har xil yangi terilar bo'ldi. Shaxsan men oldingi yili 400 necha qo'ygan yoshlardan bir oqatishmayni olgandim. Menga faqat singmadi qilmay. Chunki u vaqtda terimni men dog'lan davolash qilib pek sezgirlashib ketgan vaqtda qat'iy singmadi berib etdim do'stimga. Shunga o'xshash bir masala. Shu bu masalani mendan yoki maydan ko'rsanglar qanday bo'ldi? O'zinglarning terisini ko'rmamsizlar. İş qilib kishiga yarmaq bektasga qizlar. Lekin ish qisi yo'q. Shundaq najar inkaslarni davomli chiqarib turaman. Chunki hamma narsa hamma odamga yarab ketishi notayin. Chunki bu dunyoda degan necha million odam bor. Necha million odamlarning orasida necha million har xil mijozlik, har xil xarakterlik, har xil odamlar bor emasmi? Shunga endi yoqtirmagan bo'lsangiz, qimmatli narxlarni pishilib ko'rib yiqing yoki bo'lmasa naq maydon mandab sotsariyalarga kirib naq surkab sinab yiqingmi? Mening yaxshi ko'rgan yerim maybek nipis chiqdi. Nipis chiqqaniga tushliq, nuqsa yapishirol yaxshi. Yana birisi yuzda turish sayti uzun. Nima uchun 59 ming odamga yaraydi? Nima uchun 14 ming odam qaytlab oldi? Chunki yaxshi bo'lganligi uchun. Men 1300 xanım qizlar, ma teranlarning uchun tigini o'ngshanglar. Kechkichi maymunda girim qilganga hesab bo'lmaydi. Shu sifatsiz teranlarni girimning ostiga tiqib, bu bulanmaganda shu mushtaq yoqmaydigan gap, singmaydigan gap. Shunda bo'lsa men yana esib qo'ygim kelib ketdi, davxo'lik qilib qizlar. May haqiqatan bo'ladi. Haqiqatan yaxshiymi? Endi may singmay qolgan bo'lsa, demak gap o'zinglarning terisiga. Shu bilan sinaq nusxasi bilan bilib bordi-ku deyman bu. Avvalda ishlatib beqib yaxshi ko'msanglar qaytarib bersanglar bo'ladi. Jimi? Bu yerda men sizga oq ishinib, ko'k ishinib deb bilqindik dastan xatlarni yozmanglar. Voy menga ishinglar deb turib shu orta olmadim jimi qizlar. Shuna bo'lgan keyin endi shu mengim yoqqan keyin atrofimdagi qizlarim, navrisinglim, navrachilarim yoqqan keyin ko'zim bilan ko'rgan keyin chiroyli chiqqanini girmening. Undan boshqa 50 necha ming odam yaxshi bo'ldi degan mamay deb inkaslarni ko'rgandan keyin seni qaruga asqan mol. Ishlatganim tabiiy qizlar yana 2-numar ishlatib ko'rib aqlaydigan qizlar sinab olsanglar bo'ladi. Masalan, bu shu blogimni ostiga kirsanlarmi, chiq qizlar yozibdi, bu maybek yaxshi ko'rdik degandek. Nima uchun ular yoqdi? Nima uchun bir sizga yoqmaydi? İş qilib, ambak yaqsam, ko'ngilag'ir bo'lib qoldi-mi yerda. Shunga amalda bir narsa yozishdan burun qalanglarni sen ishiltib, ya ayrim gap qilamsizlar. Yoki bo'lmasa mana deb olgan kimda shu injonsi bor ishiltib, sinab yiqib bo'lmay qaz qaytirib yetamsizlar. Telefonga qilib nima deyotganimni unutib qoldim qizlar. Shunga bilan demak cho'g'ini bu yer o'zinglarning sazoy qilmay, menim sazoy qilmay, gap bo'lsa ayrim desang ayrim javob berman. Lekin nachar inkaslarni hargiz javob etmayman juma qizlar. Chunki men qarab sotaman molni. Endi bir 5 ming odam yaxshi ekan deb, orasida 3-4 ming odam nachar ekan degan bo'lsa sotmaydim. Hay bu 59 ming odam yaxshi debdi, 1300 odam nachar debdi. Demak bu bo'ladigan narsa, bo'ladigan mahsulot, bo'ladigan may. Shunga ostim. Voy men bak iş qilib yaqsam bek gap aytib ma'qul. May-makullar ko'nglimizga azar berishmaylikmi? Ma'qullar qizlar unda bo'lsa astiga isib qo'ydim yana. Eng dastlabki chiqqanim shu kulran qutuliqijmi? Mening nuqsa yapishirol yaxshi. Yana bir qar qutuliqni mayliq deyirlar qarta bazar hisobda. Umi bo'ldi. Teram mayliq deganlar qar qutuliqni ishlatdinglar. Teram qurg'oq deganlar man ishlatdinglar. Yana bir zilzila qutuliqi bir xil paqroq chiqirdi. Bir xil nima mesela paqroqni surib qo'ygandek ham chiqirdi ekan teranlarni bir xil nurli ko'rsatib berdi ekan. Mana tez qurg'oq qizlar shunday yaxshi ko'rib ishiltib Endi hadidan ziyoda qurg'oqlikdan nacharlashib, sezgirishib ketgan terilarga endi yoqmasligi mumkin. Endi u gap o'zinglarning terisida. Bu mayda emas. Ma'qullar qizlar bir ishlarni hal qilish usuli hargizmi qo'xshash emas. Başkalarının oldida şu adamni echitish emas. Chiroyli qilib qilish. Sening chiroyli qilib qilganlar bo'lmasa, mening chiroyli qilib qilganim yo'q. Chunki qaytaraversanglar bo'ladi. Bu yerda zo'rlab mol setish yo'q-ku. Shundami? To'g'ri xata. Bo'ldi qizlar davomli yaxshi narsalardan bahralab turman. Menga ishongan, o'zini menga o'xshash suydigan qizlarga hamma narsam yaraydi. Ma'qullar xo'sh.